yarim mahsulot, e, yarim mahsulot kotyollarni olib chiqib qo'yishgan. Mana tayyor bo'lgani, ustiga afishka qilishga tayyor bo'lgan kotyollarni olib chiqib qo'yishgan. Ko'ryapsizlar, cho'ki yo'q akalar. Faqat old tarafda bo'ladi. Shuni ham old tarafda ham juda ham moshniy qilishgan, davleniyada. Aytayaptiki, hatto shu narsasidan o'zi ishlab chiqarar ekan. Ko'ryapsizlar, hammasi yarim tayyor mahsulotlar. Olib chiqib qo'ygan mana. Zavod juda ham katta. Aytayotganimdaki, hamma narsa etam-meta bo'lib chiqib ketar ekan mana. Pellet 35 kilovatli ekan. Ish ko'rinishlari har bitta mana shu zakolobkada ish katta deyapti. Pellet 135 kilovatli. Ob'yomni ko'ryapsizlar mana. Kotyollarni Twist 32 kilovatlilar. Ichki ko'rinishini so'raganligi mana shu holatda bo'ladi. O'sha bu yoqdagi hammasi tayyor bo'lganlar. Stahani Black 85 kilovatli. Kattaligini ko'ryapsizlar akalar. Har detallarni qotiradigan joylari, shtrix kod bilan chiqadigan joylari, bilkadan hammasini ko'ryapsiz. Ish bilan terishyapti. Ish bilan terishyapti. Tayyor bo'lganlarni shu joyga qo'yishar ekan, ketadigan. Bu yoqda yashirlashyapti. Bular tayyor bo'lgan. Endi ustiga eshiklarni, ustiga afishkalarni hammasini qo'yib tayyorlashadi. Forta kotyol. Aytayaptiki, Rossiyada qo'l bola ishlab chiqarilgan kotyollarni polni bekitib qo'ydi, sotishi, chiqarishi deb aytayapti. Ekologiyaga juda zarari katta degan holat. O'zi standart, go'z standartdan o'tgan kotyollarga ruxsati bor deb aytayapti. Kotyollarni ko'ringlar qo'lay. Pellet 135 kilovatli. Juda ham katta ob'yom. %5 kilovatli pellet. Bu hammasi ustiga eshiklari hammasi shu yerda ekan. Bu yoqda bunkeri yashirlashyapti, bunkerlar.